Mana aylana uyi ko'ryapsizlar. Mana qo'lim bilan ko'rsataman. Uni orqasi dengiz уже. Bu yerdan bir 50-60 metr uzoqlikda. Mana bu yo'l hozir ta'mirlanyapti. Bu yoq boshida ko'rdik, mashinalar turibdi. Mana ko'lab tashalgan уже. Mana dengizdan 50 metr uzoqlikda joylashgan. Mana shu вторичный rынок deymiz, ikkilamchi bozor. Mana bog'ini ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli bog'i bor. Pastida mana o'zini parikmayxerskisi ham bor ekan. Mana shu kompleksda sotuvda xonadonimiz bor. Hozir kalitini olib, sizlarga chiqib ko'rsatamiz. Endi territoriyada nima bor, nima yo'q bilmayman. Menimcha territoriyada basseyn yoki boshqa narsa yo'q, faqat bolalar o'yingohi va parkovka bo'ladi. Hozir kirib, ko'rib, men sizlarga aytib boraman. Mana bunaqa chiroyli kompleks dengizdan 50 metr. Endi dengizdan 50 metr uzoqlikda yashaganda уже basseyn ham kerak bo'lmaydi, to'g'risi. Bu yerdan sizlarga ko'rsataman. Bu yerda asosiy yo'l emas, aytganimdek, avtobus marshrutklar ham o'tadi, shu qo'shimcha yo'l. Mana bu domni orqasida уже De Tourist asosiy yo'l. Hamma setivoy magazinlar, maktab, bog'chalar mana shu yo'l bo'yida. De Tourist emas, shu mana ko'rsatayotgan, mana mashinalar yurayotgan yo'l bo'yida. Hamma kerakli shahar infrastrukturasi shu yo'l bo'yida joylashgan. Biz hozir kirib kelyapmiz territoriyaga. Domimiz. Territoriyada parkovka bor. Ana katta besetka bor ekan. Aytganimdek, basseyn yo'q. Chunki dengiz 50 metr. Mana parkovочный zonasi juda ham katta, velosipedlarning parkovkasi ham bor va katta bog'i bor. Hozir tepaga chiqib, xonadonimizni ko'rib, narxlari bilan xudo xolasa men sizlarga beraman. Mana yonida bunaqa chiroyli domlar ham bor. Dengiz mana. Mana shu dengiz уже. Menimcha har bitta qavatdan dengiz ko'rinsa kerak, chunki u yoqda уже hech narsa qurilmaydi, ochiq joyga qarab turibdi dom. Podyezimizga kirib keldik. Mana podyez. Xonadonimiz birinchi turetskiy, bizani ikkinchi etaj degani. Zinadan ko'tarilyapman. Высокий первый этаж. Mana zina, mana lift, ikkita xonadon. Do'stlar, xonadonimizga kirib keldik. Mana kirish qismi, koridordaman. Remont talab xonadon. Sразу aytaman, remont qilish kerak. Narxini описаниеda qoldiraman. Lekin juda ham kvadraturasi katta. Mana ko'rasizlar, mana koridor bu yoqqa davom etyapti. Mana bu kirish eshigimiz. Mana shu qopni olib tashab, boshqatdan bu yoqqa kirish qop qilsanglar, mana ketma-ket men sizlarga xonalarni, uylarni ko'rsatib chiqaman. Kelinglar oshxonadan boshlaymiz. Mana oshxonamiz. Mana bu yerda Turkiyada e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'pincha kirish qismidagi shkoflar oshxona bilan bir xil bo'ladi. Mana shu застройщик qilgan qanaqa shkof bo'lsa, mana shu shkofligicha qolgan bu yerda. Mana bu oshxonamiz. Oshxona mehmonxonadan alohida. Mana ko'rasizlar, mana oshxona qismimiz. Mana oshxonadan balkonga chiqamiz. Balkon juda ham katta va keng balkon bor. Balkonimiz juda ham keng. Yo'q, qolabilirsiniz. Yana koridorga qaytamiz. Sekin harakat qilaman sizlarga ko'rsatishga. Mana bu mehmonxona. Mehmonxonani kattaligini ko'ryapsizlar. Remont talab qiladi, lekin patologlari toza. Mana e'tibor beringlar. O'zi yaqinda bo'yalgan shekil. Bu yerda faqat shu bitta освежить qilsanglar mehmonxonani, endi agar sizlarga mana shu gipslar yoqsa, qovursa bo'ladi. Yoki yo'q, masalan, yoqmaydiganlar bo'lsa, lekin eshiklarni almashtirish kerak. Sizlarga aytaman, eshiklar mana ko'ryapsizlar. Sostoyaniyasini mana bu yoqdan rom qo'yilgan. Romlar ham almashtirilishi kerak, chunki mana o'sha paytda mana yog'och rom qo'yilgan, o'sha yog'och romligicha qolgan. Mani hisobim bo'yicha где-то bir 20 yillik dom bu. 20 yil atrofida bo'lish kerak. Anig'ini men yana описаниеda qoldiraman. Mana yana bir marta sizlarga aylanib mehmonxonani ko'rsataman.
Do'stlar, agar kimgadir bu xonadon yoqib remont qilishga toqatinglar bo'lmasa, bizning o'zimizning specialistlarimiz bor. Dizaynni sizlar bilan kelishib, biz o'zimiz remont qilib beramiz sizlarga. Mana bitta yotoqxonamiz bor bu yerda. Kichkinagina yotoqxona ekan, lekin mana ikkita kravat sig'dirishgan. Ko'rasizlar? Mana bu yerda faqat shunaqa kichkina deraza bor. Buni masalan kattalashtirsa ham bo'ladi. Yoki buni garderobni xona qilib qoldirsa bo'ladi xohlagan insonlarga. Chunki 3 ta ekan, men buni 2+1 desam, bu 3+1 va alohida mehmonxonasi bilan. Mana vannasi. Vannani remont qilgan, lekin kafellari yengiga o'xshaydi, shkoflari yengi. Mana ko'rasizlar, bu yoqqa kir mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Mana dush, juda ham katta vanna, ko'ryapsizlar. В целом, mana men sizlarga aytibman, vannani kafellari yengi. Chunki dush ham yengi ko'rinib turibdi. Nimaga aytibman? Mana Mersinning suvi jo'skiyroq, ko'pincha suvdan dog'lar qoladi. Dushovoy kabinani oynasida, lekin mana ko'ryapsizlar, dog' yo'q, mana ko'ryapman. Vanna отремонтировали вроде бы как. Bu yana bitta yotoqxona, mana kattaligini ko'ringlar. Bu ancha katta xona. Mana ko'ryapsizlar. Bu romlari almashgan. Mehmonxonada almashtirish kerak ekan. Bu romlari almashgan, qoldirsanglar ham bo'ladi. Mana bu romlari almashgan, lekin devorlarni albatta bo'yash kerak, boshqatdan chiroyli qilish kerak. Patoloklarning balandligi yaxshi. Endi bilmadim mebellari qoladimi yo'qmi, chunki to'g'risi mebellari yangi, juda ham holati yaxshi mebellarini. Mana o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir keyingi xonaga kiramiz. Sekin ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Bu yotoqxona. Yotoqxona mebeli ham yaxshi, yangi. Ko'rib turibdi o'zi. Shkoflarning kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Romlari almashgan bu yerda. Hozir qarang, dengiz ko'rinadimi? Dengiz ko'rinadi do'stlar. Hozir endi dimka bo'lib turibdi. Boya men anaqalarda ko'rsatdim. Bugun mana parlanyapti-da dengiz. Mana dengiz, mana shu oralig'ida palmalar turibdi-yu. Mana dengiz shu yerda. 50 metr bo'tdan juda ham yaxshi, qumli plyaj. Remont qilsa, lekin zo'r bo'ladi. To'g'ri, basseyn, hech narsasi yo'q, lekin mana to'g'ri shu yerdan 2 minut, 3 minutlik yo'l, sizlar уже O'rta Yer dengizidasizlar. Mana shunaqa kvartira do'stlar, bugun obzorimizda. Maryamxon yo'lda rus tilida yechyaptilar, olyaptilar video. 73 ming yevro ekan, men hozir eshitib qoldim. Mana shu holatida 73 ming yevro, to'g'risi bilmayman hali. Mebellari qoladimi yo'qmi? Hozir uni so'rab beraman. Lekin qolsa, juda ham sostoyaniyasi yaxshi mana sizlarga. Ustma и mana firmasi. Mягкий mebel ham Belonaniki ekan. Yotoqxona mebeli ham Belonaniki. Yaxshi mebel qo'yilgan. Mana do'stlar, 3+1 3 ta yotoqxona va mehmonxona alohida. Mana butunlay remont qilinmaydi, ko'ryapsizlar. Vannada kafellar almashtirilgan. Romlar bu xonalarda almashtirilgan. Masalan, mehmonxonada devorlar ozgina bo'lsa ham bo'yalgan. Bu yerda ham mana patoloklari bu yerda ham ozgina bo'yalgan ekan. Aytganimdek, xohlasanglar remontni biz qilib beramiz, xohlasanglar o'zingizlar qilib olinglar. Juda ham katta balkonga ega, terrasasi juda ham katta. Mana mehmonxonani bu yerdan yana sizlarga ko'rsataman va oshxonani sizlarga ko'rsataman. Menga yoqqan tarafi mana kirishinglar bilan koridor bor, to'g'rida oshxona, uni yonida mehmonxona va bu yoqqa ketdi o'sha xonalar. Demak, yotoqxonalar bilan mehmonxona alohida qilingan. Va bunisi ham juda ham yaxshi. Kvadraturasi juda ham yaxshi, narxi 73 ming. Bugungi kunga 3+1 alohida mehmonxonasi bilan juda ham yaxshi xonadon. Bizning fikrimiz remont bo'yicha katta xonadonga bitta vanna. Mana Maryamxon o'zi opitlari katta, ularni eshitamiz. Да, потому что я переделала для себя лично уже немало квартир, которые покупала, продавала. Здесь можно смело сделать два санузла. Во-первых, этот можно разделить на два. То есть будет у нас вот вход один, вот он, один санузел. Вход отсюда, второй откуда? Вот здесь. Это колонна, мы ее не можем трогать. Вот здесь будет вход. То есть на, допустим, спальную комнату сюда. Не хочется сюда,
сделать можно вход отсюда, вот с этой комнаты. Вот тут вот. То есть спальню эту немного уменьшить, она будет вот так вот. Сюда будет один вход в спальную комнату, сюда второй. Уменьшить. Здесь сделать такой небольшой тамбур, коридор. Сюда можно установить стиральную машинку, кстати. То есть это будет как такая, знаете, вот кладовая можно даже придумать сюда, потому что здесь вот такой комнаты нет. И, соответственно, здесь спокойно можно делать 2 санузла. Хочешь здесь в одной, немного уплотнить эту спальную комнату, потому что обе комнаты большие, и все. Супер, спасибо.